Do'stlar, xo'p, Nexia 3'imizni ishlab chiqargan yeri 2020, probegi 30 ming, pozitsiya 4 yevro, avtomat. Xo'p, bunda kraskasi toza bo'lyapti, ichki jihozlari hammasi o'ziniki, hech qanday qo'shimcha navorotlari yo'q, qirilgan, chizilgan nuqson joylarini ko'rganim ham yo'q. ABS konditsionerlar ishlaydi do'stlar. ABS konditsioneri bor и 4 yumshoq baloni o'rnatilgan. Puli 10.300 so'ralyapti va kamiga o'tib beriladigan joylari bor. Mashina benzinda, o'rnatilmagan propan ham va metan ham. Telefon raqam 95li 977 08 00. Juda ham chiroyli holatda. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ko'rib bosib oladigan joylari lekin. Do'stlar, navbatdagi Nexia 3 mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, 204 ming probeg, pozitsiyasi 2 mexanika. Xo'p, kraskalari toza deyilyapti. Qo'shimcha jihozlari, ABS konditsionerlari bor. Qolgan qismlari o'ziniki, qirilgan. Oshiqcha chizilgan joylarni ko'rganimiz yo'q. Xo'p, mashina metanda и benzinda. Puli keladigan bo'lsak 8,5 ming so'ralyapti. Barakasiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 88li 225 0076. Do'stlar, navbatdagi Nexia 3 mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 91 ming. Xo'p, mashina pozitsiyasi 2 mexanikada do'stlar. 2 mexanikada qo'shimcha jihozlari, xo'p, ABS konditsionerlari bor. Xo'p, chexol poliklari ham bor. Xo'p, bunda qo'shimchasiga video registrator o'rnatilgan. Mejigar pulti ham bor do'stlar. Tak. Puli keladigan bo'lsak, egalar bilan gaplashdik. Oxirgi qadab qo'yilgan narxi 7950 so'ralyapti. Ehtimol bundan ham kamaytirib berishar. U o'zingizlar munosabatlarga bog'liq do'stlar, gaplashaysizlar. Oxiri gaplashib qo'ygan narximiz shu. Tak, telefon raqam 93 406 75 55. Mashina tak, metan pokoleniya ekan. Holatiga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi, qirilgan, chizilgan, ayb nuqson joylarni ko'rganim yo'q. Keyingi Nexia 3'larimizdan do'stlar, mashina 2020-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 61 ming ekan. Tak, pozitsiyasi 4-pokoleniya avtomat. Kraskalari toza. Do'stlar, bunda qo'shimcha jihozlari, ABS konditsionerlari bor ekan. Xo'p, ichki jihozlari keladigan bo'lsak, hammasi o'ziniki. Ayb nuqson joylarni ko'rganimiz yo'q, qirilgan, chizilgan. Bunda qo'shimchasiga 4 ta archa balo o'rnatilgan do'stlar. Xo'p, mashina benzinda. Telefon raqam 95li 110 20 21. Puli keladigan bo'lsak 9800 va o'tib beradigan, barakasiga tushirib beradigan joylari bor. Kelishtirib.
Do'stlar, navbatdagi mokriy asfalt svetdagi Nexia 3 mashinamiz yil 2019, yurgani 70 ming probegda bo'lyapti. Pozitsiyasi 2 mexanika do'stlar. Xo'p, qo'shimcha jihozlar ABS konditsionerlari bor, 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan. Tak, yana 4 ta Cobalt diska balon. Xo'p, bu yerda qo'shimchasiga deflektorlar almashtirilgan, qolgan jihozlari o'ziniki va salonda hech qanaqa qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganim yo'q. Yana mashina metanda ekan. Puli 8400 va barakasiga o'tib beradigan joylari bor ekan. Telefon raqam 91 362 1302 do'stlar. Mashina yaxshi holatda. Agar ko'ring, ma'qul keladigan bo'lsa, telefon qilib egalari bilan gaplashib savdolashaveradigan joy lekin. Navbatdagi mashinamiz 2019-yil ishlab chiqarilgan, yurgani 77 ming do'stlar. Pozitsiya 2 mexanikada. ABS konditsionerlari bor. Bunda ham 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan. Salon holati yaxshi. Xo'p, pulga keladigan bo'lsak 8,5 ming so'ralyapti. O'tib beriladigan barakasiga joylari bor. Mashina metan prostoy. Tak. Telefon raqam 91 362 1302 do'stlar. Do'stlar, navbatdagi Nexia 3 tak 2025 ishlab chiqarilgan. Yo'q, adashib ketibman do'stlar. 2021-yil ishlab chiqarilgan, 56 ming yurgan. Pozitsiyasi 3 avtomat. Bu yerda qo'shimcha jihozlari, deflektorlar o'rnatib qo'yilgan. ABS konditsionerlari bor. Puli 10,5 ming deyilyapti. Barakasiga o'tib beradigan joylari bor. Xo'p, buni shumkasi bor ekan. Xo'p, shumkalari bor ekan mashinani. Tak, mashina benzinda. Telefon raqam 94 300 0094. Xo'p, mashina holati juda ham yaxshi. Video registrator ham bor ekan do'stlar. Buni ham aytib o'tay. Do'stlar, qora rangdagi Nexia so'raydigan akalarga, do'stlarga, xo'p, mana 2022-yil ishlab chiqarilgan topdik. 62 ming yurgan ekan. Mashina pozitsiyasi 2 mexanikada. Tak, bunda to'rli eshikda shumka borligini aytib o'tish esimizdan chiqmasin. Mashina ichki jihozlari o'ziniki, qirilgan, chizilgan, boshqa ayb nuqsonlari yo'q. Xo'p, ABS konditsionerlari bor bunda. Ichki jihozlar o'ziniki. Puli 9,5 ming so'ralyapti. Albatta barakasiga o'tib beriladigan joylari bor. Xo'p, mashina pokoleniya propanda. Telefon raqam 94 300 0094. Bu mashinani ham qora rangdagisi neobishniy turadi baribir. Ko'chada harakatlanganda ham boshqacha bir atmosferada baribir.
Qora rangdagi Nexia 3imizdan yana ko'rsatamiz. 2016-yil ishlab chiqarilgan mashina, yurgani 230 ming ekan. Hop, 4-pozitsiyasi avtomatda mashina, kraskalari bor, 30% ishlabdi egalari, qo'shimcha jihozlari tak. ABS konditsioner ishlaydi. 4 ta yumshoq balon, 4 ta diska Cobalt balon o'rnatib qo'yilgan ekan. Xo'p, Pakerin metan o'rnatilgan. Puli 7700 so'ralyapti. Telefon raqam 94lik 985 56 65. Hop, salon ichki jihozlari yaxshi, qirilgan, chizilgan, ayb nuqson joylarini ko'rganim yo'q. Xo'p do'stlar, keyingi Nexia 3 mashinamiz 19 ishlab chiqarilgan, yurgani 196 ming ekan. Hop, pozitsiyasi 2 mexanika do'stlar. Hop, ichki jihozlar, ABS konditsionerlari bor. Qolgan qismlari o'ziniki. Salon holati yaxshi ko'rinishda. Hop, shumkalari yo'q. Puli 7800 so'ralyapti. Albatta, o'tib beriladigan joylari bor barakasiga. Hop, mashina metanda. Telefon raqam 94lik 985 56 65 do'stlar. Do'stlar, hop, keyingi Nexia 3 mashinamiz ishlab chiqarilgan yil 2018, yurgani 215 ming. Ikkinchi pokoleniya mashina mexanikada do'stlar. Ichki qismlari keladigan bo'lsak, hop, o'ziniki, hech qanday qo'shimcha navorotlari yo'q. Salon yaxshi holatda. Hop, kraskalari toza. Qo'shimcha jihozlari, tak aytdim, qo'shimcha jihozlar o'ziniki dedim. Tak ABS konditsionerlari bunda bor, ishlaydi. Metanda mashina, puliga keladigan bo'lsak 7600, barakasiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 94lik 985 56 65 do'stlar.